Hörmətli Şərq Türkistanlı qarindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Uyg'ur va boshqa qo'g'dilishga muhtoj bo'lgan Xitoy osonliq deb atalgan millatlarni Xitoyga qaytarib bergan davlat amaldorlariga viza cheklamasini yo'lga qo'yishni qaror qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 14 mart kuni yozma axborot e'lon qilib, Uyg'ur va boshqa Xitoy osonliq deb atalgan millatlarni Xitoyga qaytargan davlat amaldorlariga viza cheklamasini yo'lga qo'yib, Amerikaga kirishini chekladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining ministri Marko Rubio buningga aloqador yozma bayonotida bugun men yangi viza cheklash siyosatini e'lon qilyapman. Bu siyosat Uyg'urlarni Xitoyga topshirishga mas'ul mavjud yoki sobiq davlat amaldorlariga viza cheklamasini yo'lga qo'yishni ko'rsatadi. Biz Xitoyning hukumatlarga besim qilib, Uyg'urlarni qaytarib berishiga majburlashiga, qaytarilganlarning zulmga va majburiy yo'qotib etilishiga izchil qarshi turamiz. Men bu siyosatni darhol yo'lga qo'yib, 27 fevral Taylanddan 40 nafar Uyg'urni majburiy qaytarib berishga mas'ul yoki uningga qatnashgan Tayland hukumatining hozirgi va sobiq amaldorlariga viza cheklamasini yo'lga qo'yish qadamini olib, darhol ijro qilaman. Xitoyning uzundan buyon davomlashib kelayotgan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlari tufaylidan biz dunyodagi hukumatlarni Uyg'ur va boshqa guruhlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqiramiz. Bu viza cheklash siyosati ko'chmanlar va davlat tavalligi qonunining 212 moddasining A3C belgilamasiga asosan Uyg'urlar va boshqa zulm ko'rish ehtimoli bo'lgan osonliq millatlarni Xitoyga topshirgan mavjud va sobiq davlat amaldorlariga qarta yo'lga qo'yiladi. Ularning ba'zi oila a'zolariga bu cheklama yo'lga qo'yilishi mumkin dedi. Türkiye'nin Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish siyosati kun tartibda. Qaror xabartorining 13 mart kunidagi xabariga qaraganda, Turkiyada yashaydigan Inoyat va Abduvali ismli 2 nafar Uyg'urning İstanbul 16 va 18 ma'muriy mahkamasining Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchraydiganligiga oid hech qanday amaliy fakt yo'q degan bahonasi bilan Xitoyga qaytarilishi qaror qilingan. Sud mahkamasi ilgirki 3 davlat orqali chegaradan qo'g'lab chiqarish odatidan chetnab, tunji qatim ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning bevosita Xitoyga qaytarilishini talab qilgan. Advokat aniqlash yo'lining etik ekanligini, norozilik arzi yepilganligini aytgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2022-yili Turkiyani o'z ichiga olgan 43 davlat bilan imzolagan xitobnomasida Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarta qiynash, inson qalbidan chiqqan pastkash muomalalar, jinsiy parakendchilik qatorliq qilmishlarni yurgizganligi tilga ilingan. Qaror gazetining muxbirlarining ziyoratini qabul qilgan advokat Abdulla Tekich Uyg'ur turklarining yurtiga qaytarilishini tasdiqlash chet elliklar qonuni va 6458 nomerlik xalqaro qo'g'dash qonuni, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti fuqarolar va siyosiy huquq ahdnomasi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qiynashning oldini olish ahdnomasi va Janva ahdnomasiga xilof degan. Ko'chmanlarni boshqarish idorasi bayonotida bu talablarni rad qilib, Turkiyaning xalqaro qonun bo'yicha ish qilayotganligini o'tirg'a qo'yib, bugunga qadar hech qanday Uyg'ur turki Xitoyga surgun qilinmadi. AX ismli kishi o'zining talabiga asosan oilasi bor g'arb davlatiga ko'chdi. Ismi tilga ilingan kishiga qarta nazorat qilish qarori 2023-yili bekor qilindi degan. Qaror gazetining 15 mart kunidagi xabariga qaraganda, mustaqil parlament a'zosi Mustafa Yanar o'g'li ko'chmanlar boshqarmasining Uyg'ur turklari haqida chiqarilgan chegaradan qo'g'lab chiqarish qarorini aqlagan bayonotiga kuchlik inkas qaytirib, qonun bilan idora qilish prinsipiga asosan harakat qilishning o'rniga ko'chmanlar idorasi o'zini qutuldirmoqchi bo'lyotidi. Haqiqat shuki, Turkiyadagi Uyg'ur turklari huquqidan sistemlik mahrum qoldi degan. Millat vakili Yanar o'g'li Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarning qonuniy aniqsizlik ichida qolganligini va ularning davlat tavalligiga o'tish shundaqla o'ltiraqlashish iltimosining sistemlik rad qilinganligini bayon qilib, ularning Turkiyada qolishiga ruxsat qilinmaydi. Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmasligi ularga berilgan baxtdek muomala qilinadi. Turkiya Uyg'ur turklarini aniqsizlik va zulm emas, balki qonun bexatarligi bilan ta'minlashi kerak. Ko'chmanlar idorasi va Ichki ishlar ministrligi kishilik huquq dafsanchiligiga ko'z yumishni to'xtatishi, shundaqla xalqaro qonun doirasi ichida harakat qilishi kerak. Uyg'ur turklari amalsiz, biz zulmga sukut qila olmaymiz degan. Rahmat kunlaridagi nida. Abduri Burhan Muhammad.
Danalar kishining inson ekanligining alomati uning shahvat va havoyi havaslarining tizginini qo'lga ola olish bilan bilinadi deb ko'rsatadi. Kontroli ostida bo'lishi kerak bo'lgan narsalarning tizginiga tushib yashash, qo'l ilkida tutish kerak bo'lganning quli bo'lishni ko'rash yo'li qilib olish, umrni sarf qilishga arzimaydigan, hayotni tegishtirishga yaramaydigan narsalar uchun qon ter to'kishni yashash prinsipi qilib olish, kunimiz insonlari taqobil turishdan ojiz kelayotgan cho'ng buhronlardan biri bo'lib qoldi. Tafakkur qilg'uchi jonliq bo'lishdek insonga bop keladigan moyatlik ta'mirdan iqtisodiy jonliqqa aylantirib etilish, mukallaf va musharraf inson kategoriyasidan tabiatdagi aqlsiz jonliqlar misoli iste'molchisi jonliq kategoriyasiga kirib qilish zamonimizning buyuk fojiasi. Bundaq bir qismatga petib qilish insonlikning bundan burunqi davrlarga qaraganda bu zamon insonlarining rabbaniy yetaklashiga naqadar muhtojligini, mexanikalashgan ma'rifatchilikning kishanlaridan өр bo'lib hidoyat nurining yo'riqliqqa erishtiradigan samoviy yetakchiligiga naqadar muhtoj bo'layotganligini ko'rsatib bermoqda. Darvaqa barcha qulluqning yiltizi bo'lmuş nafs qulluqi har bir inson vujudiga qurgan saltanatini kuchaytmoqda. Vabo misoli yomg'irmoqda. Muborak Ramazon oyida turibdimiz. Bilsak bu oy silkinish oyi. Bu ay nafsimizni tarbiyalash oyi. Mehri shafqat tuyg'ularimizni uyg'otishning, insonlik burchimizni yodga elishning, qashshoqlik vabosidan qutulishning, inson vujudiga hokim mutlaqlik taxtini qurish ko'yidagi nafsning saltanatiga qarshi isyon ko'tarishning, yovga qarshi jihodning tunji o'tkili bo'lgan nafs jihodini manver qilishning, ruh qo'shinlarini mashqlantirishning oyi. Bu ay yana irodani tavlashning, aqlni sozlashning, iymonni poklashning, sadoqatni kuchaytirishning, chidamchanlikni oshirishning, sabr toqatni yuksak qilish va itoat bilan osiylik orasiga chegara qo'yishning, insoniylikni shaytoniylik iskanjasidan xalos qilib, rabbaniylik bo'stonligiga elib chiqishning mavsumi. Bu ay eng oldi bilan Allohning oyidir, Qur'onning oyidir, qadr kechisining oyidir, poklanish oyidir, rahmat oyidir, mag'firat oyidir, duo oyidir, ijobat oyidir, nijotlik oyidir. Allah bu ayga muyassar qilgan har bir bandisini muborak ayning xayrliklaridan nisib qilsin. Bu ayning xayrliklaridan erkin bahramon bo'lish fursatidan mahrum qolgan xalqimizga Allah madadi bo'lsin. Niyatlariga ko'ra bu ayning ajr va savoblaridan bahramon qilsin. Bu mahrumlikning sababkorlari bo'lgan o'rlik va aqidaning dushmanlari bo'lgan, shundaqla Alloh va rasulining dushmani bo'lgan mustamlikchi zolimlardan bu qarzni to'latish өр va mustaqil tuproqlarida ushbu ayning xayrliklaridan qiyomatga qadar nasiblanish fursatini bu millatga takror nisib qilib bersin. 2025 yili 3-oyning 6-kuni. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.